السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alaykum assalom Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisizlar? Charchamasdan omonmisizlar? Tan joyinglar sog'mi? Rahmat, alhamdulillah. Yaxshi yuribsizlarmi? Oxirgi darsimiz qaysi kun bo'ldi? O'tgan hafta? Juma kunmi? Juma kuni bo'ladi. Mhm. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allohumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allohumma rabbi zidna ilman wa khuluqan fiqhan fid din ya rabbil alamin. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Hop. Jo'naqdi olibdi navbatdagi darsimiz. Yaxshi e'tibor berasizlar. Bir necha kalimalar boshqa ma'nodagi so'zlarga o'xshab qolmasligi uchun yoki besabab qalb qonuniga nomuvofiq e'tibor beringlar. Nomuvofiq nima qilinadi? Iste'mol qilinadi. Agar buni biz o'zgartiradigan bo'lsak, shu yerda qoidalarni ishlatadigan bo'lsak, bu kalimalar boshqa bir kalimalarga o'xshab qoladi. Keyin ma'noda bu ma'nomi, u ma'nomi degan narsa paydo bo'lib qoladi. Chalkashlik paydo bo'ladi. Iltibos paydo bo'lib qoladi. Iltibos degani chalkashlik degani. Masalan, mana bu yerda aviro degan fe'l bor, Aviro degan fe'l bor. Bir ko'zli bo'ldi degani. I'tavara qo'lma-qo'l qildi. Istahvaza egallab oldi. A'vala dod soldi. Ismlardan qavvama masdari, taqvimun, aynunni jami ayunun va boshqalar. Qarang. Ana shu yerda aviroga qarasanglar, aviro o'zi nima bo'lib o'zgarish kerak edi shu yerda? Ayn ustida turgan fatha o'zidan keyin kelayotgan vovni nima qilib yuborish kerak edi? Alifga o'zgartirish kerak edi. Alifga o'zgartirish kerak edi va natijada bo'lish kerak edi, a'ro bo'lish kerak edi. To'g'rimi? I'tavara. Nima bo'lish kerak edi bunda? I'tavarada I'taro bo'lish kerak edi. a'taro bo'lish kerak edi. To'g'rimi? Istahvazada. Nima bo'lish kerak edi? Istihaza. Istaha istahada bo'lish kerak edi. To'g'rimi? Ana shunday qilinmaydi bu yerda. Aviro o'sha aviroligicha qoladi. I'tavoraligicha, istahvazaligicha qoladi. Agar biz buni o'zgartiradigan bo'lsak, boshqa ma'nodagi so'zlarga o'xshab qoladi. Yoki chalkashlik paydo bo'ladi. Shuning uchun sababsiz holatda bu kalimalarni o'zgartirmaymiz. Tushundingizmi? Ruboiga mulhaq qilish uchun vov qo'shilgan so'zlar fe'llardan jahvara. Jahvara nima bo'lish kerak shu yerda? Jahara bo'lish kerak, to'g'rimi? Tarahvaka. O'ta eski so'zlar ular. Ismlardan jadval, masalan jadval bor bu yerda, Ja'far. Jadval qanday bo'lish kerak? Jadal bo'lish kerak. Jadvalni jadal qiladigan bo'lsak, haligi jadal o'zimizda ham bor, jadal degan so'z. Jadval yo'qolib qoladi bu yerda, jadalga aylanib ketib qoladi. Shuning uchun bu o'zgartirilmaydi. Ismi tafzil va af'alu vaznda keladigan sifatlarda. Asvadu. Asvaduni o'zgartiradigan bo'lsak, nima kelib qoladi? Qanday Asadu bo'lib Asadu. qoladi. Asadu bo'lib qoladi. Abyadu. Abyaduni o'zgartirsak, abadu bo'lib qoladi. Aqvamuni aqamu, advamuni adamu bo'lib qoladi. Bunday qilinmaydi. Tushundingizmi? Qilinmasligining sababi nima ekan? Bular ba'zi kalimalar, ko'p emas bunaqa kalimalar. Bularni qayerdan bilaman, qanday o'rganaman desa, bularni o'sha haligi sarf ilmidagi chuqurroq beriladigan katta kitoblardan o'rganasiz. 14-dars, ad-darsur robiya. Yaxshi. Xo'p, hazf qoidalari. Sokin illat harfidan keyin boshqa sukunli harf bo'lsa, sokin bo'lgan illat harfi keldi. Undan keyin boshqa bir sukunli harf keldi. Ikkita sokinni bir joyda aytish fasohatli arab tilida maqbul bo'lmaganligi uchun illat harfni hazf qilib yuboramiz. Masalan, yaf'il baznida qarang. Hop.
Yaf'ilu vaznida. Yabi'u. Yabi'u. O'z aslida yabyi'u bo'lgan. Endi bu yerda haligi sukun qoidasiga ko'ra o'zgartiramiz. Illat harf keldi. Undan oldin harakatli nima sog'lom harf keldi, sukunli bo'ldi. Endi nima qilamiz shu yerda? Illat harfning harakatini sog'lomga beramiz va natijada yabi'u bo'ladi. Ha? Endi yabi bo'ldi. Yabi bo'ldi. Illat harfning ustiga nima kelib tushdi shu yerda? Ha? Sukun kelib tushdi. Endi shuni oldiga lamni qo'yamiz. Jahd fe'li yasamoqchi bo'ldik, ha? Sotmadi demoqchi bo'ldik. Lam o'zidan keyin keladigan fe'lni nima qilardi? Sokin. Sokin qilardi, to'g'rimi? Endi lam yabi qilsak, mana yerda ikkita sukun kelib qoladimi? Ikkita sukun kelib qoladi. Endi shu yerda nima qilamiz desa, sokin illat harfdan keyin boshqa bir sukunli harf kelib qoldi. Ha, ikkita sukun bir joyda jam bo'lib qoldi. Shunda nima qilamiz endi desa, yoyni tushirib yuboramiz. Nimaga aynan yoy tushib ketyapti desa, chunki ayn sog'lom harf. Tushundingizmi? Natijada nima bo'ladi? Lam yabi' bo'ladi. Lam yabi' bo'ladi. Sotmadi varianti. Yaf'ulu vaznida. Masalan, yaqvulu. Ha? Yaqvuludan yaquluni chiqardik. Endi uni oldiga lamni qo'ydik. Lam yaqul. Qarang, mana bu yerda ikkita sukun bir joyda jam bo'lib qoldi. Endi nima qilamiz? Zaif harf illat harfini chopamiz. Va natijada nima bo'ladi? Lam yaqul kelib chiqadi. Tushundingizmi? Ikkinchisi, qalbning hop. Nimaga kod xato dedimi bu kishiga? Kirdimi? Bo'ldi, kirib oldim ustoz. Assalomu alaykum. Keyin yana tashlab Siz zoomni bir boshdan tag tugi bilan o'chirib yuboringda, qaytadan ochib uстановka qiling. Xo'p, bo'ladi. Keyin darsdan keyin. Endi qalbning birinchi qonuniga ko'ra harakatli vav va yolar alifga almashganda ba'zi so'zlarda undan keyingi harf ham sukunli bo'lganligi uchun ikkita sukun bir joyda bo'lib qolishiga to'g'ri keladi. Shu sababdan illat harf bo'lgan alif hasb qilib yuboriladi. Masalan, qarang. Fa'altu vaznida. Masalan, bay'atu. Hop, bay'atuda qanday bo'lib o'zgaradi endi? Ba'ni ustida turgan fatha o'zidan keyin kelayotgan yoyni nimaga almashtiradi? Alifga almashtiradi. Natijada ba'tu bo'lib qoladi, ha? Endi mana bu ta'mir bu ta'ul mutaharrik, zamir. Zamir muttasil ta. O'zining oldingi harf nima bo'lishini xohlardi? Sukun bo'lishini xohlardi. Sukun bo'lishini. Endi mana bu alif ham sukun bo'ladigan bo'lsa, ikkita sukun bir joyda kelib qoldi. Nima qilamiz endi? Alifni tushirib yuboramiz. Hazf qilamiz. Qavaltu, ha? Qavaltu. Qofning ustida turgan fatha o'zidan keyingi vovni nimaga almashtiradi? Alifga almashtiradi va qoltu bo'lib qoladi. Natijada nima qilamiz endi bu yerda? Alifni tushiramiz va natijada qoltu bo'ladi. Endi qoltu keyin nima bo'ladi? Qultuga qanday qilib o'zgaradi? Ha, mana bu yerda ba'tu bo'lib qoldi. Ha, ba'tu. O'sha ba'tu qanday qilib bi'ga o'zgaradi? Endi hazf bo'lgan harfning vav yoki yo ekanligiga alomat bo'lib tursin. O'sha yerda hazf bo'lib ketgan harf bor-ku, o'sha hazf bo'lib ketgan harfni nima ekanligini bilib oladigan bitta voris qoldirishimiz kerak. Alomat, belgi. Tushundingizmi? Ana shu yolik ajvaflarda fo kasra bilan, vovlik ajvaflarda nima? Fosi zamma bilan aytiladi. Masalan, ba'tuda oxirida ba'tu bo'ldi-ku, o'sha ba'da qaysi harf tushib ketdi? Bay'a, Ye tushib ketdi. ha, ye tushib ketdi. Yoy tushib ketdi. Yoyning jinslash harakati qaysi? Kasra. Shuning uchun uni bi'atu qilamiz. Ha? Bi'atu qilamiz. Nimaga bi'atu qildik desa, mana bu yerda tushib ketgan harf yoy borligiga dalolat qilib turishi uchun. Qoltuda tushib ketgan harf nima edi? Vav edi. Vovning jinslash harakati qaysi? Domma. Shuning uchun qultu qilamiz. Tushundingizmi? Xo'p, uchinchisi, illat harfning harakati oldidagi soh harfning harakatidan boshqacha bo'lsa, illat harfning harakati soh harfga ko'chiriladi. Undan keyingi harf ham sukunli bo'lsa, illat harf hazf bo'lib ketadi. Amaliyotiga qaranglar. Amaliyotni tushunib olasiz. Fa'iltu. Fa'iltu vaznida. Masalan, hayibtu. Sog'lom harf sukunli turibdi.
Ha? Sog'lom harf sukunli turibdi. Xo'p, illat harf keldi. Illat harfdan oldin yana bitta sog'lom harf keldi. Illat harf bilan undan oldingi sog'lom harfning harakati ikki xilmi? Ha? Birida fatha, birida kasra, to'g'rimi? Birida fatha, birida kasra. Endi nima qilamiz shu yerda? Yoyning harakatini ha ga beramiz. Nima bo'ladi endi keyin? Yoy sukunli bo'lib qoladi. Hib tu bo'lib qoladi. Endi nima qilamiz? Ikkita sukun mo'ljallangan bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Bitta sukunli harfni chopishimiz kerak. Chopiladigan sukunli harf qaysi bo'ladi? Tabiiyki illat harf. Tabiiyki illat harf. Tushundingizmi? Chunki illat harf zaif. Natija nima bo'ladi? Hib tu kelib chiqadi. Hib-tuning asli nima ekan? Hibtu. Yo'q, hib-tuning asli hayib-tu bo'lgan ekan. Buni? Ha, hayib-tu bo'lgan ekan. Tushunyapsizlarmi? Kim savoli bor? Kimda tushunmay qolgan bironta joy bor? Qaviftu. Vov bilan xoni harakat ikki xil. Nima qilamiz endi? Vovning harakatini xoga beramiz. Natija nima bo'ladi? Xiviftu bo'lib qoladi, to'g'rimi? Bu mumkin emas, ikkita sukun bir joyda bo'lishi. Nima qilamiz endi? Vovni chopamiz, natijada xiftu kelib chiqadi. Fa'altu. Fa'ultu. Tavultu. Uzun bo'ldim degani, masalan, ha? Vov bilan to'ning harakati ikki xil. Vovning harakatini nima qilamiz keyin? Toga beramiz. Tultu bo'lib turib ikkita sukun kelib qoldi, bittasini chopamiz. Natijada nima bo'ladi? Tultu bo'ladi. Xo'p. Illat harf va oldidagi sog' harf ikkovi ham kasrali yoki zammali bo'lsa, bir illat harf keladigan bo'lsa, uni oldidan sog' harf keladigan bo'lsa va ikkalasi ham nima qiladigan bo'lsa, kasrali bo'ladigan bo'lsa yoki zammali bo'ladigan bo'lsa, illat harfning harakatini tashlab o'zidan keyingi sokinga to'qnashgani uchun hazf qilinadi. Masalan, qarang. Taf'ilina vaznida, tarmiyina ikkita illat harf keldi. Tarmiyina ikkita illat harf keldi. Nima bo'ldi? Kasrali bo'ldi ikkovi ham. Illat harfi oldidagi sog' harf ikkalovi ham kasrali bo'ldi. Tarmiyi. Ko'rdingizmi? Tarmiyi. Ikkalasi ham kasrali bo'ldi. Endi nima qilamiz shu yerda? Illat harfni harakatini tashlaymiz. Yoy sukuni kasra edi-ku, kasrasini tashladik. Endi nima bo'lib qoldi? Ikkita sukun bo'lib qoldi. Tarminna bo'lib qoldi. Endi nima qilamiz? Bitta sukunni chopishimiz kerak. Chopiladigan sukunli harfimiz qaysi bo'ladi? Inani yosi bo'ladimi yoki tarmini yesi bo'ladimi? Qaysi biri bo'ladi? Ha, tarmini yesi bo'ladi. Nimaga tarmini yesi bo'ladi desa, nimaga inani yosini tushirmayapmiz, tarmini yosini tushiryapmiz desa, inani yosini tushiradigan bo'lsak, biz-ku nima qilmoq ifoda qilmoqchi bo'lgan haligi shaxsson nima bo'lib qoladi? Yo'qolib qoladi. Chalkashib qolamiz. Nima bo'layotganini bilmay qolamiz. Va keyin tarmina bo'ladi. Yaf'uluna, yad'una. Qarang. Illati harf ustida damma turibdi, sog'lom harf ustida damma turibdi. Nima qilamiz endi? Illati harfning dammasini tushiramiz. Endi nima bo'ladi? Yad'un bo'lib qoldi. Ikkita vov kelib qoldi. Nima qilamiz endi buni? Bittasini tushiramiz, natijada yad'una kelib chiqadi. Tamam? Tushundingizmi? Tushunarli. Xo'p, kim tushunmadi? Kimda savol bor shu yergacha? Nimadir bir joy ochiq qolib ketgan yoki tushunarsiz qolib ketgan bormi? Ha? Tushunarli bo'ldi ustoz hammasi. Xo'p, yaxshi. Davomi. Vovlik misollarda harfi muzoriyatdan keyin kelib haqiqiy kasra yoki aslida kasra bilan kasra bo'lgan fathaga yo'liqqan vov hazf qilinadi. Demak, qarang. Vovlik misol fe'llar. Misol fe'llar qanday fe'llar edi? Bosh illat bilan boshlangan fe'llar. Bosh illatli bo'lgan fe'llar, to'g'rimi? Bosh illatli bo'lgan fe'llar. Endi o'sha harfi muzoriyatdan keyin kelib haqiqiy kasra yoki aslida kasra bo'lgan boshqa narsaga o'zgarib ketgan. Fathaga o'zgarib ketgan. Yoki haqiqiy kasra bo'lib turibdi, o'sha haqiqiy kasra turibdi. Aslida kasra bo'lgan yoki fathaga o'zgarib ketgan vov hazf qilinadi. Masalan, qarang, yaf'ilu. Yaf'ilu. Xo'p, vaznida. Va'ada. Va'adani muzoriysi nima bo'lish kerak endi? Ya'idu.
Aslida yavvahidu bo'lish kerak, to'g'rimi? Va'adani muzorisi yavvahidu bo'lish kerak. Endi nima qilamiz shu yerda? O'sha yerda hop, yaidu bo'ldi. Qanday qilib yaidu bo'lib qoldi shu yerda? Wow, hasb ketdi. Qanday qilib vov hazf bo'lib ketib qoldi? Shuni menga Vov aytinglar. kasraga yo'liqdi-da, shuning uchunmi? Ha, vov Nimada aytyaptik? vov kasraga yo'liqdi. Mhm. Hmm? Muzoratdan keyin kelib kesirga. Shuni menga tushuntirib sal ochinglarchi, uyg'oninglarchi, qani? Tong otdi. Nima bo'ldi shu yerda? Menga shuni tushuntirib beringlarchi. Fo barobarida illat harf bo'lgan nimamiz, fe'limiz muzori fe'li bo'lganda kasraga yo'liqdi-da, o'zidan keyingi harf kasrali keldi. Shuning uchun vovni hazf qilib yubordik. yo'liqqan Aha, aytaveringlar. Qoidani yaxshi o'qinglar. Vovlik bo'lgan misollarda harfi muzoriyatdan keyin kelib, haqiqiy kasra yoki aslida kasra bo'lgan fathaga yo'liqqan vov, qarang. Haqiqiy kasra bo'lgan yoki aslida kasra bo'lgan fatha. O'sha yerda aslida kasra bo'lgan, keyin fathaga o'zgarib ketgan. O'sha fathaga yo'liqqan vov hazf qilinadi. Aytinglar. Nima bo'lyapti shu yerda? Bitta kallani xotiringlarchi, qani? O'nggacha suv ichib olaman. Tez, qani? Toping yechimini. Nima deyapti? Masalan, mohiyatini tushundingizmi? Muzorat harfidan keyin kelyapti va kasraga yo'liqyapti. Nima bo'lyapti? Lekin Ustoz, Labbay. nima mana haqiqiy kasra endi fa'ala yaf'ilu bobi bo'ladi. Endi aslida kasra bo'lgan fatha deb nimani aytyapti? Aslida kasra bo'lgan, keyin fathaga o'zgargan. Ana shunday fathaga yo'liqsa deyapti. Nima degan u? Bilmasam. Yovadu bo'lganmi? va'ada. Fa'ala yaf'ilu bobidanmi o'zi? Va'ada yaf'idu bo'ladi. Alhamdulillah. Vovni tushib qolishi. Yo'qmi biror tirikjon? Ustoz yo'liqish deganda mana shu ayndan oldin vov kelishligimi yoki yadan keyin Ayndan oldin kelishligi? vov kelishligi? Bilmayapman-da, Mana men shu Va'ada. aynda nimadir bormi? Mana shu. shuni men Va'ada ham holida fatha bo'lgan deb shuni aytyaptim shunda. men ham shuni bilmayapman-da. Bizda davrlarda maktabda arab tili o'tilmas edi. Shu maktabda arab tilini yaxshi o'qimaganmiz. Shunga sizlardan so'ravdim-da, menga ham o'rgatasizlarmikin deb. Bizga maktabda arab tili o'tinglar deb so'raganmiz, hech o'tishmaganda arab tili. Aytinglar.
shahar berdik ustoz. Ustoz, qalb qonuni bo'lishi kerak bo'lgani uchunmi? Qanday bo'lgan o'sha? Yuvaydi. Yauiduni sukunli illat harfidan oldingi harf fatha bo'lgani uchun yaiduga o'zgartirishimiz kerak edi. Yaidu. Agar yaidu qilsak, fe'lni vazni o'zgarib ketganligi uchun vovni hazf qilib tashlaymizmi? Yauidu qiladigan bo'lsa, qanday qilib fe'lni vazni o'zgaradi? O'zgarmaydi, asl vazni turaveradi-ku. Vovni alifga qalb qilsak. Vovlik misollarda harfi muzoriyatdan keyin kelib, haqiqiy kasra yoki aslida kasra bo'lgan fathaga yo'liqqan vov hazf qilinadi. Hozir bu yerda o'zi o'sha ayin barobarni kasrali nimasiga aytilyapti-da aslida bu yerda, to'g'rimi? Yo'q. Vovlik misollarda harfi muzoriyatdan keyin kelib haqiqiy kasra. Haqiqiy kasradan murod hop va'ada yoki ya'udu bo'lsa, ya'ni muzori fe'liga almashadigan bo'lsa ham yoki fathaga yo'liqqan yoki yana aslida kasra bo'lsa ham fathaga yo'liqqan vov hazf qilinadi. Kasrali bo'lsa ham, fathali bo'lsa ham o'sha demoqchilarki, tushunishim bo'yicha vov hazf qilinadi demoqchi. Ya'ni ya'luga o'sha vazniga tushadigan bo'lsa, yaf'aylu bo'lsa ham yoki keyingi misolda yavda'u bo'lsa ham shu holatda ya'ni muzoriyat harfdan keyin haqiqiy kasra kelganmi yoki asli kasra bo'lgan, yaralishda kasra bilan yaralganmi, shu holatda bo'lsa ham o'sha vav hazf qilinadi demoqchilar. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Nima deganingizni o'zingiz ham tushunmadingiz shekilli, men tushunmadim. Aytinglar, qani boshqa tillarcha endi bir kitob o'qinglarchi bugun. Uyda muzokara qildinglarmi? Ustoz, bitta nima yozib qo'ygan ekanman, ashni aytib bersam maylimi? Ashni aytib beringchi. Fa'lan muzoresi yaf'ilu bo'lish kerak edi. Lekin fe'llarda yozganimni aytyapman. Lekin fe'llar ichida ayni yoki lomli bo'g'iz harflardan bo'lgan vahaba, vadoa kabilar muzoriyda yavhibu, yavdi'u deb kasra bilan aytish tilga qo'pollik qiladi. Shu sabab Xudoga shukr. Bitta o'qigan odam bor ekan. Demak, yavdi'u, vadaa, yada'udagi yoki yavda'udagi dodning asl harakati nima bo'lgan ekan? kasra bo'lgan ekan. Asl harakat kasra bo'lgan ekan. Ko'rdingizmi? Aslida kasra bo'lgan, keyin nima qilgan?
fathaga aylantirilgan. Hmm. Shu holatda wow nima bo'lib ketadi? Hazf bo'lib ketadi. Hazf bo'lib ketadi. Va'ada ya'idu aslida yau'idu bo'lgan. Endi bu yerda vovdan keyingi kelayotgan va'ada ya'idudan vovdan keyin kelayotgan fe'lning ayn barobari kasrali turibdi. Shuning uchun vov tushib ketdi. To'g'rimi? To'g'rimi? Siz o'zingiz o'qigan qoidani qaytadan ayting. Hop. Ayni yoki lomi bo'g'iz harf. Shoshmay turing. Birinchisini tushuntirib olay. Hop. Va'ada yau'idu. O'sha yerda vov haqiqiy kasraga yo'liqdi. Haqiqiy kasra nima? Mana bu ayni tagida turgan kasra o'zi haqiqatda ham aslida kasra edi. Hech qanday o'zgarmagan. O'sha kasraga vov yo'liqib qoldi. Endi nima bo'ladi shu yerda? Vov tushib ketadi-da, ya'idu qolib ketadi. Endi wada'a yada'u degan fe'lda. Wada'a fa'ala yaf'ilu bobi edi o'zi aslida bu. Wada'a yawdi'u bo'lish kerak edi. Mufatih, to'g'rimi? Ha? Mufatih. Kim o'qidi qoidani hozir? Men o'qidim. Siz kimsiz? Mufatihmi? Ha, Mufatihman. O'zi aslida qanday bo'lish kerak edi? Wada'a yawdi'u bo'lish kerak edi. To'g'rimi? Ha, wada'a yawdi'u bo'lish kerak edi. Qoidani o'qing. Hozir o'qigan qoidangizni. Fa'alani muzoriysi yaf'ilu bo'lish kerak edi. Lekin Boshidan fe'llar o'qing, boshidan. boshidanmi? Xo'p. Haqiqiy mana shu yozganim boshdan o'qiray. Haqiqiy kasra yaf'ilu boblaridagi kasra. Taqdiriy kasra yaf'alu boblaridagi fatha. O'tgan zamon fe'li ma'noda kelasi zamon fe'lini aksi bo'lganidek, lafzlari ya'ni aytilishi ham bir-biridan farqli bo'lishi kerak. Shuning uchun ayni fathali bo'lgan. Fa'alani muzoriysi yaf'ilu bo'lishi kerak edi. Lekin fe'llar ichida ayni yoki lomi bo'g'iz harflardan bo'lgan vahaba va vadoa kabilar mana nimasi ayn barobari bo'g'iz harflardan bo'lyapti. Muzoriyda yavhibu, yavdi'u deb kasra bilan aytish tilga qo'pollik qiladi. Shu sabab ayn o'sha yerda yavdi'u deb aytish tilga og'irlik qilar ekan. Shuning uchun yavdi'uni di harakatini do qilib o'zgartirdik. To'g'rimi? Ha. Demak, mana bu yerdagi fathani asli nima bo'lgan ekan? Kasra bo'lgan ekan. Tushundingizmi? Ana shunday aslida kasra bo'lgan fathaga yo'liqib qolgan vovlar mana bu yerda hazf bo'lib ketadi va yada'u bo'ladi. Qoidani davomini davom ettirib qo'ying. Yavhibu, yavdi'u deb kasra bilan aytish tilga qo'pollik qiladi. Shu sabab mana ayni lomi o'rnida bo'g'iz harflardan birontasi bo'lsa, bu fe'llar muzoriyda ayni moziydan farqsiz bo'lib qolsa ham fathali aytiladi. Bu fatha aslida kasra bo'lganini e'tiborga olamiz. Taqdirda nima bo'lib kasra bo'lib turibdi deb yozib qo'yibdi. Tushundingizmi? Masalani mohiyatini. Yavdi'u bo'lgan o'zi aslida o'sha di qilib o'qish haligi og'ir bo'lganligi sababidan nima qilingan? Do qilingan. O'sha do qilingandagi fatha o'zi aslida nima bo'lgan? Kasra bo'lgan. Ana shunday holatdagi harakatlarga yo'liqib qolgan vov nima bo'ladi? Hazf bo'lib ketadi. Tushundingizmi? Kimda savol bor? Savol bormi kimdadir?
Endi tushunmay qolgan joyi bormi? Masalan, ochiq qolib ketgan savol bo'lsa bering, keyin qaytmaymiz bunga. Bormi? Yo'q. Yo'q, ustoz. Bo'ldi, tamom. Xo'p. Shu bilan nima tugadi? Hazf qoidalari. Va'da bermoq fe'lini tuslanishi. Ya'ni va'da bermoq fe'lini. Xo'p. Va'ada ya'idu, ya'idani, ta'idu, ta'idani. Ta'idu, ta'idani, ta'idina. Ya'iduna, ya'idna, ta'iduna, ta'idna. Bo'ldi, shu tepadagi qoidaga ko'ra tuslayverasizlar buni. Amrini qarang. Xo'p. Amrini muzori fe'lini majhuli sahihidan farqsiz holatda tuslanadi. Jadvalda o'zingizlar ko'rasizlar. Amrga to'xtalamiz. Qarang. Va'ada ya'idu amri g'oyib bo'ladi. Li ya'id va'da bersin, li ya'ida va'da bersin ikkalasi, li ya'udu va'da bersinlar. Li ta'id va'da bersin u ayol, li ta'ida va'da bersin u ikkita ayol, li ya'idna va'da bersin u ayollar. Aidi. Ha? Aidi. Va'da ber. Qanday qilib aid bo'lib qoldi bu? Ha? Amr yasashda o'tdik sizlar bilan. Qanday qilib aid bo'lib qoldi? Muzoriyat harfini tushirib yuboramiz. Muzoriyat harfini tushirib yuboramiz, bo'ldi, ketdi. Aid qolib ketdi. Aid, aida, aidu, aidi, aida, aidna. Ha? Li aid, li na'id. Men va'da beray, biz va'da beraylik. Tushundingiz-a? Tepadagi qoida bo'ldi. Jadvalda shuni nima qilib amaliyotini ko'rsatib qo'yibdi. Qarab qo'yasizlar. Vajila, yawjalu, wajalun qo'rqmoq fe'lini tuslanishi. Vova hazf qilinmaydigan bu xil misollar mozi va muzoriyda asli vaznidan o'zgarishsiz holatda tuslanadi. Faqat amrda qalbning 4-qonuniga ko'ra vov yoga almashadi. Qarang. Vajila, yawjalu. Vajila. Vajila o'zi aslida qanday bo'lish kerak edi hozir? Yajilu bo'lish, yajalu bo'lish kerak edi. To'g'rimi? Vov tushib ketish kerak edi. Lekin nima bo'ldi? Vov tushib ketmadi. Vov tushmadi. Ha? Vov hazf qilinmaydigan boblarda o'tdik-ku, yuqorida aytdik. Bunaqa chalkashlik bo'lib qoladi dedik. Shunga o'xshagan sabablarni keltirdik. Vov hazf qilinmaydigan bu xil misollarda mozi va muzoriyda asli vaznidan o'zgarishsiz tuslanadi. Ya'ni asli vaznidan o'zgarishsiz tuslanadi degani, haligi vovda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Vov o'zini o'rnida qolaveradi. Faqat amrda qalbning 4-qonuniga ko'ra vov yoga almashadi. Qalbning 4-qonuni nima edi desa, masalan qarang. Masalan, yawjalu yoki tavjalu edi deylik, to'g'rimi? Muzoriyni muhotobidan olardik amrni, to'g'rimi? Endi nima qilishimiz kerak? Tav bo'lgandan keyin vovni ustida sukun turibdi, to'g'rimi? Muzoriyat harfini tushirishimiz kerak. Vajalu bo'lib qoldi. Vujalu. Qarang, vov sukunli bo'lib qoldi. Endi nima qilamiz? Oldiga hamza keltirishimiz kerak, to'g'rimi? Vasli alif keltirishimiz kerak. Vasli alifga qanday qilib harakat beramiz endi? Kasra. Chunki ayni fathali. Chunki ayn barobari fatha turibdi, to'g'rimi? Endi mana bu harfga kasra kelgandan keyin o'zidan keyingi vovni vov bo'lishiga nima qiladimi? Rozi bo'ladimi? Yo'q. Endi deydi yoga almashsin deydi. Ijal, ijala, ijalu, ijali, ijala. Ijalna. Ko'rdingizmi? Vov yoga aylanib ketdi. Shu qoidasi bor xolos. Yolik misol yasrun. Taqsimlamoq. Yasarodan. Hop, yasrun mastari mozining ma'lum va majhuli va muzorining ma'lumida sahihdan farqsiz. Faqatgina muzorining majhulida qalbning 3-qonuniga ko'ra yo oldi zammali bo'lganligi uchun vovga almashadi. Xo'p, demak fe'l kelyapti. Yasrun mastaridan qaysi fe'l kelib chiqadi? Ayting. Yasaro. Yasara, to'g'rimi? Yasaro, yaysaru. Endi shuni mozining ma'lumida va majhuli va muzorining ma'lumida qarang. Birinchisi, mozining ma'lum siyg'asi, mozining majhuli va muzorining ma'lumida sahihdan farqsiz holatda tuslanadi. Mozining ma'lumi yasara. Yasara. Yasaromida o'zi shu fe'l? Yasaro. Aniqa?
Hmm. Oson bo'ldi-da, oson bo'ldi, yengil bo'ldi. Yo'q, Keyin oson bo'ldi, oson bo'ldi degan fe'l emas bu. Hmm. Taqsimladi deyapti. Tepada taqsimlamoq degan yasaro degan Taqsimlamoq fe'lni degan. keltirib turibdi. Unda bobi boshqamikin? Hozir qarab ko'raylik. Yasrun. Yasrun. O'sha yasaro fe'li. Ustoz, yasuro chiqyapti lug'atda. Hmm? Yasuro chiqyapti lug'atda. Yengilmoqmi? Yasaro qimor o'ynatmoqmi? Shunaqa chiqdi. Yo'q. Yasaro. Qimor o'ynadi. Birinchisi yasrun. Keyingi yasaro. Ishi oson bo'ldi, yengil bo'ldi degani. Mastari yasrun. Xo'p. Subhanalloh. Hozir bir xabar kelib qoldi-da, men shunga xabarga chalg'idim, zehnim tarqab ketdi. Shuning uchun kitob o'qilayotganda telefonga qaralmaydi-da. Telefonga qaraydigan bo'lsangiz, chalg'iysiz, diqqatingiz jam bo'lmaydi. Yasaro. Bo'ldi, yasaro bu. Mozini ma'lumida yaysaru majhulida, mozini ma'lumida yasaro, majhulida yusira. To'g'rimi? Yusira. Muzorini ma'lumida yaysaru bo'ldi. Faqatgina muzorini majhulida qalb 3-qonunga ko'ra yo oldi zammali bo'lganligi uchun vovga almashadi. Masalan, mana bu yerda o'zi aslida yaysaro bo'lish kerak edi. Yaysaru bo'lish kerak edi, to'g'rimi? Yaysaru bo'lish kerak edi. Yaysaru bo'lish kerak edi. Endi qarang shu yerda. Muzorini majhul qilishda nima qilardik? Muzoriyat harfni zamma qilamiz, oxirgidan bitta oldingi harfni fatha qilamiz. Yusaru bo'ladi. Oxirgidan oldingi harf fathali turibdi o'zi, to'g'rimi? Ya bo'lganda yu qilamiz. Mana bu endi muzoriyat harfi yu bo'lgandan keyin o'zidan keyingi yo'ni nimaga aylantiradi? Vovga aylantiradi. Ha. Yusaru, yusaroni, yusaruna, tusaru, tusaroni, yusarna, tusaru, tusaroni, tusaruna, tusarina, tusarani, tusarna, usaru, nusaru. Tushundingizmi? Faqatgina muzoriyda o'sha muzorini mashhurida muzoriyat harfi nimaga aylanganligi uchun oti nima edi? Dommaga aylanganligi uchun nima bo'ladi endi? O'zidan keyingisini v qiladi. O'zidan keyingisini domma nima vovga aylantirib yuboradi. Tushundingizmi? Savol bormi? Tushunarli ustoz. Xo'p, endi yaf'ulu bobidan bo'lgan yolik misol muzorining majhuli va amrida shu qonunga muvofiq o'zgaradi. Masalan, yaqazo bor, to'g'rimi? Yaquzo. Yaquzo fe'li muzorida, mozida. Endi muzorisi nima bo'ladi uni? Yayquzu bo'ladi, to'g'rimi? To'g'rimi? Endi shuni aytayapti. Yaf'ulu bobidan bo'lgan yaquzo, yayquzu, fa'ula yaf'ulu bobi. Fa'ula yaf'ulu bobidan bo'lgan yolik bo'lgan misollar. Ya'ni yolik misol degani nima degani? Fa barobarida yo bor degani, to'g'rimi? Ana shu fe'llar muzorini majhulida va amrda shu qonunga muvofiq o'zgaradi. Amrda muzorini majhulida va amrda xuddi shunday qilasiz. Masalan, yayquzu bo'ldi, to'g'rimi? Muzorini qaysi siyg'asi bu? Mana bu yayquzu ma'lum siyg'asi. Endi shuni nima qiladigan bo'lsak, majhul qiladigan bo'lsak, nima bo'ladi? Oxiridan oldingi harf Yo'qoldi bo'ladi. Oxirida oldingi harf fatha bo'ladi. Mana bu yon ustiga domma keladi.
O'sha domma o'zidan keyin kelayotgan yoni nimaga almashtiradi? Vovga. Vovga. Natijada nima bo'ladi? Yupqozuv. Yuqozuv bo'ladi, to'g'rimi? Yuqozuv bo'ladi. Mana bu vov o'zi aslida nima bo'lgan? Yoy bo'lgan. Endi amrida ayn barobardagi harakat domma bo'lgandan keyin uni oldidan keltiriladigan vaslali alifni nima qilib keltiramiz? Dommali qilib keltiramiz. Dommali qilib keltiramiz. Vaziyat bunaqa edi, qaranglar. Yay qu zu edi, to'g'rimi? Yay quzu emas, tay quzu qilaylik shuni. Muxotobdan olamiz-ku, to'g'rimi? Tani tushirib yubordik. Nima qoldi endi? Yiqizuv qolib ketdi. Endi uni oldiga alif keltirishimiz kerak. Alifning ustiga nima beramiz endi? Zamma. Domma beramiz. Nimaga? Chunki ayn barobarida domma turibdi. Endi mana bu domma o'zidan keyin kelayotgan mana bu kalimaning asli harfi bo'lgan yoni yo bo'lib qolishiga rozi bo'ladimi? Yo'q, vov. Yo'q. Nima bo'ladi endi? Uquz, uquza, uquzu, uquzi, uquzna bo'ladi. Tamam? Hop. Savol bormi? Ba'zi yo bo'lgan, birinchi harfi yo bo'lgan, fa barobarida yo bo'lgan misollar muzoriyada vovlik misollarga o'xshab kalimaning misollarning muzoriyida, ya'ni nima deyapti? Shunday kalimalar bor. Ular misol. Misol bo'lganda ham qanday misol? Yolik misol. Shularning muzoriyasida vovlik misollarga o'xshatib kalimaning fos hazf qilinadi. Haligi vovlik misollarda va'ada, yu'iduda vov hazf bo'lib ketdi-ku. Bu yerda ham nima deyapti? Kalimaning fa barobar hazf qilinadi. Masalan, yadiya, yadi, qo'liga dard tegdi degani. Hop, nima bo'ldi shu yerda? Subhanalloh. Bugun shu boshqacha dars o'tyapman-da. Yaydi yu bo'lish kerak edi ustoz. Yaydi yu bo'lish kerak edi. Ye tushib ketdi. Ya'ni oxirgi yega zamma og'ir bo'lgani uchun. U ham nima bo'ldimi? Taqdiriy Mana bo'lib bu qoldimi? yadiya moziy siyg'asi, to'g'rimi? Endi uni muzori qilganimizdan keyin nima bo'lish kerak? Yay di yu bo'lish kerak, to'g'rimi? Yoyiga domma og'ir. Tushiramiz. Nima qilamiz endi buni? Yaydi qilib turib sukunli holatda qoldiramiz. Va mana bu yerda haligi va'ada yu'iduda vav tushib ketdi-ku, mana bu yerda ham ya tushib ketadi, natijada yadi bo'lib qoladi. Yara'a mozisi qo'rqoq bo'ldi degani. Endi uni muzorisi nima bo'ladi? Yayra'u bo'lish kerak. Endi nima qiladi shu yerda? Mana bu yoy tushib ketadi-da, yara'u bo'lib qoladi. Ko'p emas bular. Ko'p kelmaydi. Xo'p. Hazf qoidalarini ko'rdik. Hazf qoidalarini tushunarli bo'ldimi? Eng qiyin joydan o'tyapsizlar. Nimani? Janoh Tolib kitobining eng qiyin joyi. Eng qiyin joy. Hazf qoidalari tugadi. Kimda savol bor? Marhamat. Aytinglar. Bormi savol? Yo'q, ustoz. Keyingisi o'taversam bo'ladimi? Ustoz shularni yaxshi o'zlashtirib olsak yaxshi bo'ladi birinchi menimcha. Yo'q, o'qish kerak. O'qishimiz kerak. O'qish kerak. Qiynalib qolasizlarmi? Hali hech qancha o'qimadik-da.
Qo'shimcha dars ko'raylik. Qo'shimcha dars olaylik. Bo'ladi. Vovlik misollarning muzoriyida vovdan keyin kasrali harf kelsa vov hazf qilinadi. Hali yuqorida ko'rganimizdek. Vovlik misollarning muzoriyasida vovdan keyin kasrali harf keladigan bo'lsa, vov hazf bo'lib ketadi. Bo'ldi. Masalan, varisa degan fe'l bor. Varisa uni muzoriyasi nima bo'ladi endi? Yavrisu bo'ladi. Shunda vovdan keyin kasrali harf kelyapti. Haqiqiy kasra, to'g'rimi? Endi nima bo'ladi shu yerda? Yarisu bo'lib turib, mana bu vov hazf bo'lib ketadi. Kasra endi ana shu yerda kasra bor-ku, vovdan keyin kelgan kasra ikki xil bo'ladi. Vovdan keyin kelgan kasra, ikki xil bo'ladi. Men boya sizlarga savol berdim. Ataydan ushlab turdim. Birorta o'qigan uyda mavzuni oldindan o'qib tayyorlanib kelayotgan talaba bormikin deya. Agar mavzuni oldindan o'qib tayyorlanib keladigan talaba bo'lganinglarda, haligi men aytayotgan savolning javobi chiqardi mana shu yerda. Mufatih o'qib bergan savol bor-ku, qoida bor-ku. O'sha qoida xuddi mana shu yerda keladi. Oldindan o'qib tayyorgarlik ko'rib, mavzuni tushunishga tayyorgarlik ko'rib kelayotgan talaba bo'lganda, mana shu yerdan javobi chiqardi uni. Ustoz oldingi mavzuda keladi. Kitob bunaqa debdi, derdi. Qarang. Haqiqiy kasra bo'ladi. Yaf'ilu boblarida, taqdiriy kasra bo'ladi yaf'alu boblarida. Qarang. Wada'a yada'u qaysi bobga kiradi? Yaf'aluga kiradimi? Yawda'u bo'lib turib, o'sha yawda'udagi donisi turgan fatha taqdiriy fatha ekan. Taqdiriy kasra ekan. Aslida kasra bo'lgan ekan. Buni endi tushuntiradi. O'tgan zamon fe'li ma'noda kelasi zamon fe'lining aksi bo'lgani kabi, ya'ni o'tgan zamon fe'li ish harakatda o'tgan zamonni ifodalaydi, to'g'rimi? Endi muzoriga o'tgandan keyin nima bo'ladi u? O'tgan zamonning aksi bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Hozirgi zamon kelasi. Hozirgi kelasi zamon bo'ladi. Bir-birining aksi bo'lgani kabi lafzlari ham bir-biridan butunlay farqli bo'lishi kerak. Masalan, kataba mozi fe'li desak-ku, yana katabani muzori fe'li deydigan bo'lsak, bu to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, to'g'ri bo'lmaydi. To'g'rimi? Endi farqli bo'lishi kerak. Shuning uchun ayni fathali bo'lgan fa'alaning muzorisi, ayni barobari fathali bo'lgan fa'alaning muzorisi kasrali bo'lgan yaf'ilu bo'lishi kerak edi. Fa'alaning muzorisi yaf'ilu bo'lishi kerak edi. Lekin fe'llarning ichida ayni yoki lomi bo'g'iz harflaridan bo'lgan kasrali yaf'ilu bo'lishi kerak. Ayni yoki lomi bo'g'iz harflaridan bo'lgan wahaba wada'a kabilar muzorida yawhibu yawdi'u deb kasra bilan aytilsa, tilga biroz qo'pollik paydo bo'ladi. Bizning tilimizga qo'pollik paydo bo'lmaydi. Kimning tiliga qo'pollik paydo bo'ladi? Boshida ham aytdim. Arablarniki, chunki til ularniki. Til aslida ularniki, to'g'rimi? U yawdi'u qiladigan bo'lsak, yawhibu qiladigan bo'lsak, endi bu yerda tilga birozgina qo'pollik qiladi. Shu sababdan ayni yoki lomi o'rnida bo'g'iz harflaridan biri bo'lgan fe'llarni muzorida ayni mozidan farqsiz bo'lib qoladigan bo'lsa ham, ayn barobari. Masalan, qarang. Muzorida, mozida ayni barobari fathali bo'lgandan keyin, muzoriga o'tgandan keyin ayni barobari farqli bo'lishi kerak. Farqli bo'lganda qanday bo'ladi endi? Ya'ni yaf'alu bo'lmasligi kerak edi. Fa'alada ayn barobari fathali bo'ldimi? Endi o'sha muzoriga o'tganda ham o'sha ayn barobari fathali bo'lmasligi kerak edi. Shuning uchun nima qilinadi bu bob? Fa'ala yaf'ilu bobi deb belgilanadi. Endi shu yerda yawdi'u yawhibu qiladigan bo'lsak, arablarga qiyinlik qilyapti. Nimadir qilish kerak, endi masalani yechish kerak. Ular aytayapti endi shu yerda, endi bu yerda yawhibu yawdi'uni yawda'u yawhabu qilamiz. Mayli. Ayn barobari mozidagi ayn bilan bir xil bo'lib turib fathali bo'lib qoladigan bo'lsa ham deyapti. Endi yawhibu yawhabu yawda'u bo'lgandan keyin ayni yoki lomi o'rnida bo'g'iz harflardan biri bo'lgan fe'llarni muzorida ayni mozidan farqsiz bo'lib qolsa ham fathali aytiladi. Bu fatha aslida kasra bo'lganligi e'tiborga olinadi. Demak, bu yerda kelayotgan fatha o'zi aslida nima bo'lgan ekan? Kasra bo'lgan ekan. Demak, yaf'alu bobida ham misolni vovi hazf qilinadi. Demak, fa'ala yaf'alu bobida misol kelib qoladigan bo'lsa, o'sha misol vov hazf qilinadi. Mana shunday yuqoridagi kabi holatda. Masalan, yawda'u vovning hazf bo'lib kelish illatini nima dedik? Hazf bo'lib ketish sababini.
Yuqorida. Kasraga Haqiqiy. yo'liqsa dedik. Yo'liqqan. Kasraga yo'liqsa dedik. Keyin kasrani aytdik, ikki xil bo'ladi. Asli haqiqiy kasra, taqdiriy kasra. Aslida kasra bo'lganda keyin fatha bo'lib ketgan. Ana shu holatda endi nima bo'ladi? Yada'u, yahabu bo'lib turib, mana bu yerdagi vav, mana bu dagi vav hazf qilinadi. Vavni hazf qilinishini tushundinglarmi illatini? Vavni hazf qilinishini asl illati kasra. Kasra. Endi kasra ikki xil bo'ladi. Biri asli original kasra, ikkinchisi haligi boshqa joydan chiqib kelgan kasra, haqiqiy bo'lmagan kasra. Ya'ni haqiqiy bo'lmagan, ya'ni taqdiriy kasra. O'zi aslida kasra bo'lgan, keyin fathaga o'zgarib ketib qolgan. Bo'g'iz harfi qatnashmagan yaf'alu bobidagi fe'llarni aslida yaf'ilu edi deb bo'lmagani uchun vav hazf qilinmaydi. Xo'p, endi qarang. Bo'g'iz harflari bo'ladigan bo'lsa, uni fathali qilib o'qib bo'lmaydi, kasrali qilib o'qilinadi dedik, to'g'rimi? Nima kasrali qilib o'qib bo'lmaydi? Nima qilamiz uni dedik? Fathali qilib o'qiymiz dedik. Fatha qilamiz. Endi bo'g'iz harfi qatnashmagan fe'llar keladigan bo'lsa, va o'shalar yaf'alu bobida bo'ladigan bo'lsa, bular aslida yaf'ilu edi deb bo'lmaydi. Shuning uchun nima qilinmaydi bu yerda? Vav hazf qilinmaydi. Masalan, mana bu yerda yawjalu fe'lidagi vav hazf qilinmadi. Nimaga? Nimaga? Chunki vav bu yerda kasraga yo'liqmadi. Biz aslida yawjilu edi, biz buni yawjalu qilyapmiz deb bo'lmaydi. Vav bu yerda kasraga yo'liqmagani uchun hazf qilinmadi. Masalan, yawdaruda. Bu yerda ham vav hazf qilinmadi. Nimaga? Kasraga yo'liqmadi. Demak, mana bu yerga yozib qo'yinglar. Vovning hazf bo'lishidagi asosiy illati nima? Nima? Asosiy sababi, ya'ni illati Kasraga yo'liqishi. kasra, ya'ni kasraga yo'liqishi. O'sha qoidani eslab qolsanglar bo'ldi. Endi o'sha kasrani o'zi ikki xil bo'ladi. Haqiqiy Taqdiriy. va taqdiriy. Taqdiriyni misolini mana bu yerda ko'rdik. Tamam? Oson bo'lsin deb o'zimda yozib beryapman. Endi shuningdek, sulosiy mazidlarning hech bir bobida misollarda vav hazf qilinmaydi. Sulosiy mazidlar, sulosiy mazidlar nima edi? 3 asosiy o'zak harfga tashqaridan zoida harflar qo'shilgan. Sulosiy mazidlarning hech bir bobida vav hazf qilinmaydi. Masalan, wasala yusilu, awsala yusilu. Mana bu yusiluni vazni mozisi nima bo'lgan? Awsala bo'lgan, to'g'rimi? Yuwabbihu, wabbaha yuwabbihu. Va sola bo'lgan. Mana yuwasiluniki nima bo'lgan? Va sola bo'lgan. Fa'aladan. Tawajjaha yatawajjahu. Buni mozisi tawajjaha bo'lgan. Tawarasa yatawarasu. Istawjaba yastawjibu. Bo'ldi. Bularda hech bittasida nima qilinmaydi? Vav hazf qilinmaydi. İftial bobida qalb. İftial bobi. İftial bobini vazni nima edi? İfta'ala yafta'ilu edi, to'g'rimi? İfta'ala yafta'ilu edi. Vovlik va yolik misollar iftial bobida bob alomati bo'lgan ta kabi til uchi harflardan bo'lganligi uchun taga almashadi va idg'om qilinadi. Masalan, qarang, vasola. Vasola shuni ifta'alaga o'tkazadigan bo'lsak nima bo'ladi endi? Iutasola bo'ladi, to'g'rimi? Iutasola. Endi o'sha va bilan ta ikkalasi ham til uchi harflaridan. Iutasola deb aytish odamga qandaydir tiliga arab qarang, hozir o'zingiz bitta talaffuz qilib ko'ring. Mikrofoningiz yopib turibdi, masalan, talaffuz qilavering. Iutasola. Ko'rdingizmi, tilga odam qandaydir noqulaylik bor. Shunda nima qilamiz endi buni? O'sha vovni taga almashtiramiz. Ikkita ta kelib qoldi, nima qilamiz keyin? Ittasola qilamiz. Ittasola o'zi aslida nima bo'lgan ekan? Iutasola bo'lgan ekan. Yasara. Itasara. Tilga ozgina noqulaylik bor. Haqiqatan o'zbek tiliga ham noqulaylik bor. Nima qilamiz endi uni? Yoni taga almashtiramiz, natijada ittasara bo'ladi. Ittasolani vazni nima ekan? Ifta'ala. Ittasolani vazni nima ekan? Ifta'ala. Tushundingizmi? Aniqmi?
Tushunarli bo'ldimi? Ha? Yetarli tushunarli. Bo'ldi. Mahmuzlarda hazf. Mahmuzlar nima edi? Hamzali kalimalar. Harakatli hamzaning oldida sukunli bo'lgan sog'lom harf bo'ladigan bo'lsa, ba'zi o'rinlarda hamzaning harakat oldiga ko'chirilib o'zi hazf bo'lib ketadi. Demak, bir joyda harakatli hamza keldi. O'sha harakatli hamzadan oldin sog'lom harf bor. To'g'rimi? O'sha sog'lom harfning ustida sukun bor. Shu holatda hamza kuchlimi, sog'lom harf kuchlimi? Sog'lom. Sog'lom harf kuchli, to'g'rimi? Sog'lom harf kuchli. Nima qiladi endi shunda sog'lom harf hamzaga aytadi. Hamzajon, ke o'zingni qiynamada harakating menga ber deydi. O'zing sur keyin bu yerdan deydi. Hamma joyda emas. Ba'zi o'rinlarda deyapti, e'tibor beringlar. Hamma joyda emas, ba'zi o'rinlarda. Masalan, yaf'alu vaznida ra'a degan fe'l bor. Ra'a. Ra'ani muzori qiladigan bo'lsak, aslida nima bo'ladi? Ra'a qaysi vazndan? Fa'aladan, to'g'rimi? Endi uni muzoriga o'tkazsak nima bo'lishi kerak? Yar ayu bo'lishi kerak, to'g'rimi? Yar ayu bo'lishi kerak. To'g'rimi? Yar ayu. Endi nima bo'ladi shu yerda? Yara yu. Sukunli harf hamza sukunli turibdi, undan oldingi ro fathali turibdi, to'g'rimi? Yo'q. Ha, yer ayu bo'lib turibdi, ha? Keyin yara ayu bo'ladi. Mana bu yerda. Bunisiga chizib olibman. Hayron qolibman, tavba qildim. Hozir bunaqa bo'lish kerak, nima bunaqa bo'lyapti deyman. Qarang, yaf'alu, yar ayu bo'lish kerak edi. Hamza harakatli turibdi, ro sukunli turibdi. Nima qilamiz endi? Hamzani harakatini roga beramiz. Natijada nima bo'ladi? Yara ayu bo'lib qoladi. Yara ayu bo'lgandan keyin mana bu hamzani bizga keragi yo'q. Yara ayu bo'ladi. Keyin yoyga damma og'irlik qiladi. Natijada nima bo'ladi? Yara bo'ladi. Tushundingizmi? Qoidani tatbiqini tushundingizmi? Iroatun ko'rsatmoq masdaridan. Ara. Ra emas, endi ara. Hop. Arani muzorisi nima bo'ladi endi? Ar ayu bo'ladi. Af'alu vaznida. Ar ayu. Keyin hamzani harakatini roga beramiz. Ara yu bo'ladi. Mana bu nima yozilgan sizlarda? Domma yozilganmi mana bu yerda? Kitobga qaranglar-da. Fatha. 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 Demak, bu yerda moziy haqida gap ketyapti. Fe'l o'zi aslida ar-aya bo'lgan. Endi nima qilamiz? Hamzani harakatini roga beramiz. Ara-ya bo'ldi. Ha? Endi bu yerda ara-ya bo'lgandan keyin mana bu sukunli hamzani bizga nima kerak bor? Keragi yo'q. Nima qilamiz endi uni? Aroya qilamiz. Aroya. Mana bu yerda kabi. Ron ustida turgan fatha nima qiladi endi? O'zidan keyingi yoni Sukun qiladi. alifga almashtirib yuboradi. Alifga. Aro kelib chiqadi. Aro kelib chiqadi. Ko'rdingizmi? Endi muzorisi shuni. Ar ayani muzorisi yur iyu bo'ladi. Yur iyu. Aytib chalg'idimda, boya birinchisida. Yur iyu bo'ladi. Nima bo'ladi keyin? Kasra, hamza kasrali bo'lib turibdi, ro sukunli bo'lib turibdi. Endi nima qilamiz? Yuri iyu qilamiz. Yuri iyu bo'lgandan keyin mana bu sukunli bo'lib qoldi. Sukunli bo'lgandan keyin bizga keragi yo'q hamza. Endi nima bo'ladi? Yuri iyu bo'ladi. Keyin yoyga damma og'ir bo'lganligi uchun nima bo'ladi? Yuri bo'ladi. Yuri bo'ladi. Tushundingizmi? Amr fe'li, af'il, ar-i bo'lish kerak edi o'zi aslida. Hamzaning kasrasini nima qilamiz? Roga beramiz. Roga beramiz. Ari iye bo'lib qoldi. Ikkita sukun bir joyda kelib qoldi. Nima bo'ladi endi? Hamza chopiladi. Ari bo'ladi. Keyin amrning oxiri sukunli bo'lish kerak, to'g'rimi? Sukunga mabni bo'lish kerak. Hamzali nima oxirgi illatli bo'lgan fe'llarda amr yasaladigan bo'lsa, oxiridagi illat harf nima qilinardi? Hazf qilinadi. Hazf qilinadi, natijada ari kelib chiqadi. Tushundingizmi? 15-dars. Keyingi dars 15-darsdan boshlab olamiz. Kim savoli bor? Sarflarga qoniqarli o'tilyaptimi? Tushunyapsizlarmi? Aytinglar.
sarf tushunarli bo'lib o'tilyaptimi, tushunarli bo'lib o'qiy olyapsizlarmi? Kim qiynalyapti? Umuman qiynalyapman deydiganlar bormi ichinglarda? Murakkab qoidalar, eslab qolish kerak bo'lgan murakkab qoidalar mana shu yerda. Ana shu murakkab qoidalarni o'rganib olsanglar bo'ldi. Keyingi mavzular ana shu murakkab qoidalar tatbiqi ketaveradi. Bormi savol? Ichinglarda bir haligi bir fikr bo'ladigan bo'lsa, bir mulohaza bo'ladigan bo'lsa, nimadir narsa sizga nisbatan deylik kitobda noqulay tuyulayotgan bo'lsa yoki sizni qiynayotgan bo'lsa, shuni ochiq oydin bemalol bu yerda nima qilavering, maslahat qilavering. Yo'qmi hech kimda? Hamma oson o'qiyaptimi? Bir gap borda, arablarda bir gap bor. Bir kitobda keladi. Al-ibadatu hiya kullul hubbi, hiya kamalul hubbi ma'a kamalil khudu'i va zilli. Ibodat muhabbatning eng kamol ko'rinishidir. Qanday zotga ibodat qilinadi? O'zingiz muhabbat qo'ygan zotga ibodat qilinadi. O'sha muhabbatning komil ko'rinishidagi ibodat xudu bilan, hokisorlik bilan, zillik bilan, o'sha siz yaxshi ko'rayotgan zotning huzurida xor-zor turish bilan bo'ladi. Endi qanday qilib o'sha kamalul hubga, ya'ni muhabbat komil muhabbat bilan bo'ladigan ibodatga qanday yetishiladi desa, u zotni tanish bilan yetishiladi, to'g'rimi? U zotni endi qanday taniysiz desa, oson taniy olmaysiz-da. Agar tanish oson bo'lganida nafsni mushohada qilish kerak, nafsni riyozatga qo'yish kerak bo'lmaganida hamma Alloh taoloni sevardi-ku. Kofir qolmasdi-ku, to'g'rimi? Alloh taologa osiy bandalar qolmasdi-ku. Nima bo'ladi endi shu yerda desa, tanish oson bo'lmaydi. Ilm kerak tanish uchun. Ilmchi desa, ilmni mana shunday mashaqqatlari bor. Ana shu mashaqqatlardan harakat qilib, intilib o'tasiz, taniysiz keyin shu zotni. Tanigandan keyin kamol ibodat qilasiz. Kamol ibodat bilan u zotning kamol muhabbatiga erishasiz. Aytiladi. Bir kitobda keladi. Atyabu ma fid dunya ma'rifatullohi va muhabbatuhu. Nima degani? Atyabu ma fid dunya ma'rifatullohi va muhabbatuhu. Fa muhabbatuhu va ma'rifatuhu qurratul uyuni, lazzatul arwahi, bahjatul qulubi, na'imud dunya va sururiha. Bu nima degani? Dunyodagi eng yoqimli narsa, eng lazzatli narsa Alloh taoloni tanish, ma'rifatulloh, Alloh taoloni tanish va u zotga muhabbat qo'yish. U zotga muhabbat qo'yish va u zotni tanish ko'zlarga quvonch beradigan, ruhlarga lazzat beradigan, qalblarni rohat oldiradigan, dunyoda ne'mat bo'ladigan, dunyoda xursand qiladigan, dunyoda eng xursand qiladigan narsadir, deyapti. Endi o'sha ma'rifatullohi taala siz bilan menda osongina hosil bo'lib qoladimi? Bitta yarimta kitobni o'qish bilan ma'rifat hosil bo'lib qoladimi? To'g'ri, Alloh taolo nasib qiladigan bo'lsa, ma'rifat hosil bo'lib qoladi. Lekin odatda bu narsa osonlik bilan bo'lmaydi. Nima qilish kerak endi bu yerda? Nima qilish kerak endi bu yerda desa, ana shunday ilmni boshlang'ich bosqichda, o'rta bosqichda, yuqori bosqichda, ya'ni o'sha haligi kitoblarga tishingiz o'tadigan darajada bo'lguncha, fahmingiz ochiladigan darajada bo'lguncha, ana shunday mana bu kabi kitoblardan, murakkab qoidalardan, haligi sizni oldingizdan to'siq bo'lib chiqadigan ilmni dovonlardan oshib o'tish kerak. Mana shunday kitoblardan qiynalayotgan paytinglarda ana shunday haligi uni oxirida beriladigan lazzatlarni, uni oxirida beriladigan ne'matlarni, uni oxirida olinadigan darajatlarni bir eslab oling.
Xo'pmi? Qiyin emas. Ozgina mana shu o'qib olasizlar. Janoh Tolibda bo'ldi, ketdi. O'sha Janoh Tolibdagi sarf qoidalari sizga anchagacha kifoya qiladi, yordam beradi. Deyarli yuqori bosqichgacha sizga o'sha Janoh Tolibdagi qoidalarni o'zi kifoya qiladi. Ora-orada haligi sarf kitoblarini to'ldirib ketaverasizlar. Sarf kitoblarini, qo'shimcha sarf kitoblarini o'qib, sarfiy ba'zan to'ldirib ketaverasizlar. Keyin sarfni yana ham chuqurroq o'rganish uchun bir ikkita uchta kitob o'qilinadi. Masalan, Shuz, Shazal, Arf, Marohil Arvohga o'xshagan kitoblar o'qilinadi. Bo'ldi, shu bilan keyin o'sha sarflarga juda katta bazani berib bo'lgan bo'ladi. Chuqurroq mutaxassis bo'lmoqchi bo'ladigan bo'lsalar, keyin yana kattaroq kitoblarga ko'chasizlar. An-Nahwu tatbiq yo'q, kitobning nomi nima edi? Esimga chiqyapti hozir. As-Sarfu ta'limiy. An-Nahwu ta'limiy degan kitoblar bor. Ana shunga o'xshagan kitoblarga o'tasizlar. Ancha narsa hosil bo'ladi. Tushundingizmi? Bo'ladi bugungi sarfdan. Alloh taolo o'zi sizlarga xayrli manfaatli ilm bersin. Va axiru da'wana anil hamdulillah. وآخر دعوانا أن الحمد لله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته